Bu shingo nok deydi. Shingo nokini changlatiladi asosan. Chang sotib olamiz tashqaridan. Sotib olib har bitta gullagan paytida har bitta urug' g'unchaga chang tekkizib chiqamiz. Bu yerda ko'ryapgan bo'lsalaring, bu chuang sariq nok deydi. Odatda chuang nok. Buni shoxlarini ataylab kesmaganman, ko'ryapgan bo'lsalaring. Bu yonidagi daraxtlarni changlatish uchun, atrofdagi mana shingo noklarni changlatish uchun chuang mana erkak daraxt bo'lishi kerak ora-orada. Bularni keyin kesib tashlayman, shoxlarni gullab, changlari tarqalib bo'lgandan keyin, mevaga kirib bo'lgandan keyin ularni mana shoxlarni kesib tashlayman. Shuning uchun tegmaganman. 5 ta shingo nok, bitta chuang daraxti, 5 ta shingo daraxti, bitta chuang daraxti shunaqa tarzda ekilgan. Bog'imiz juda chiroyli holatda. Bu yerda har bitta daraxtni po'stlog'ini olib chiqqanmiz. Har bitta orasiga zarar kurandali kirmasligi uchun. Undan keyin bu yerda changli soda bilan suvga aralashtirib sepsak, yana ham zarar kunandalar o'ladi va paydo bo'lish oldini oladi. Shunaqa gaplar.